Boshingizga bir musibat tushdi. Bir qiyinchilik ustida siz sinalyapsiz nima bilandir. Qiynalib ketdingiz, lekin o'sha muammolarning yechimini topishga harakat qilib, sababini qilib yuribsizmi? Allohdan keladigan bir yaxshilikni kuting. Noumid bo'lmasdan nolimang, alhamdulillah, shukr deng, chunki siz vaqtida Alloh taologa niyatlaringizni, orzularingizni oshkor qilgan bo'lishingiz mumkin. Nimaiki muhtojligingiz bo'lsa, nimagadir muhtoj bo'lsangiz, vaqtida Allohdan so'raganmisiz? Menga ham bergin shu narsalarni deganmisiz? Asosiysi halol yeb, halol topib yuribsizmi? Bu sinovlar, bu musibatlar bekorga emas. O'sha qilgan orzu niyatlaringizni, siz xohlagan narsalarni eshigi bo'lishi mumkin bu musibat, sinovlar. Alloh taolo ataylab sizni sinayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir harom yeb yurgan insonlarga havas qilib, bu ham harom yeyapti, zo'r bo'lib ketyapti bu. Nimaga men halol yeb turib zo'r bo'la olmayapman demang hech qachon. Harom yeb yugurib ketayotgan insondan halol yeb sekin yurib ketayotgan inson yaxshida. Harom yegan inson bir kun kelib yiqiladi. Siz halol yeb sekin yurib oldidan o'tib ketasiz.